Isroilning iflos ishlarini Amerika amalga oshiradi. Buni esa Amerikaning g'oyasi deb bizni ishontirishmoqchi. Shuningdek, Eron va Isroilning maxfiy kelishuvi bor. Ikkovi ham bir-biriga bo'lgan adovati orqali hali ham qulamayapti. Isroil bo'lmasa, Eron mintaqada hukm sura olmaydi. Eron bo'lmasa, Isroil Amerikadan istagancha foydalana olmaydi. Asta-sekin tinchlik bo'layotganini sezishsa, sun'iy nizo chiqarishyapti. Urush kemalari dengizda izg'ib qoldi. Butun dunyo hushyor tortadi. Eron kerilib, dushmanga dag'dag'a qiladi. Isroil esa Eron terrorchilarining asosiy homiysi. Uni yo'q qilishimiz kerak deydi. O'rtada esa neft va qurol mafiyasi katta pul topadi.